Aniqlanishicha, dunyo aholisining 60% kundalik ovqatlanishida qayta ishlangan mahsulotlarni iste'mol qiladi. Shu toifaga kiruvchi kolbasa va sosiskalar, chipslar, sho'rgazaklar, fast food, konservalar va gazlangan ichimliklar aslida tabiiy xususiyatlari o'zgartirilgan yoki turli qo'shimchalar aralashtirilib, uzoqroq saqlanish, jozibali dam va ko'rinishga ega mahsulotlardir. Ularning tarkibini kaloriyaga boy tuz, yog' va shakar miqdori me'yordan ancha yuqori bo'ladi. Shu bois semiz odamlar 70% ning ratsionini aynan shunday yemishlar tashkil qiladi. Tuzning ko'p hajmda bo'lishi esa 30% xo'rantada gipertoniyani keltirib chiqaradi. Konservantlar, sun'iy rang beruvchilar va lazzat kuchaytirgichlar kabi kimyoviy moddalarni saqlovchi ishlov berilgan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish allergiya, hazm qilish tizimining buzilishi va hatto saraton kabi jiddiy kasalliklarga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ular qondagi qand darajasini keskin ko'paytirib, qandli diabet ikkinchi turi xavfini 40% ga oshiradi. Yurak va qon tomirlariga zarar yetkazib, infarkt va insult holatlarini yuzaga kelishini kuchaytiradi. Bu mahsulotlarda ozuqa, tolalar va foydali moddalar yetishmasligi sabab ichak mikroflorasi buziladi. Immunitet zaiflashib, organizm infeksiyalarga qarshi kurasha olmaydi. Yeganing bo'lsa zarar, xasta qilar muqarrar.